30 necha yillik qisqagina hayotimda garchi tilga og'idek olamshumul ishlarni qilamagan bo'lsam-mu, kishilik hayot, odamiylik haqidagi to'xtovsiz tafakkurlarimning turtqisida erlik majburiyatimni, otalik mas'uliyatimni joyida ado qilib, kasbiy qobiliyat va axloqni o'zimga hamroh qilib, meni hurmatlaydigan, meni qo'llaydigan va menga texnik zo'r umidlar bilan qaraydigan, talaydigan qora ko'zlarning umidini yerda qo'ymay, halol, mardon yashayapman. Har kundagi o'xshashlar takror yangilanib turadigan millionlagan nima uchunlar ichidan javob izlayotgan men bugun yana bir yuraklarni larziga sog'idek ahvolga duch keldim. Balkim mushu telefonni qabul qilishimning o'zila menga berilgan bir fursat yoki sinoqdir. Men onu ko'rish uchun xizmatlarimni oldin o'rinlashtirib qo'yib, u davolanayotgan doktorxonaga hammasining yo'l boshlashi bilan nihoyatda tezlik yetib bordim. Yo'l bo'yi u to'g'riliq to'xtamay paranglashdik. Ham u to'g'riliq ozroq uchurga ega bo'ldim. Uni ko'rish uchun shuncha tez mangsammi, qadamlarim ovmayotgandek tuyulatdi. Oxiri uning qishig'i kirdim. U uxlayotgan ekan. Shuni uyg'otmay birdam cho'nglar bilan paranglashdim. Tuyuqsiz ko'zlarim uning bolalog'ili xos samimiylik va ozroq iltijo nurlari pilildab turgan chiroyli ko'zlari bilan uchrashdi. Titrashga boshlagan yuragim va chanoqlarimdan teshib chiqaydigan yoshlarimni uningdan nihoyat tasdi yushirib oldim. Mas'ul doktor bilan ayrim ko'rishib, ahvolni bilgandan keyin o'zimni tutib olishga haqiqatan ojizlik qildim. Bu xabarni anglab turibli qoldim. O texi bugun amdil 7 yoshga kiradi-ku. Bu vaqtda kallamga kelgan tunji xiyol pul bilan hal qilg'il bo'lmaydigan, qutqizg'il bo'lmaydigan ishlar oldida insonning naqadar ojiz ekanligi bo'ldi. Rostdan uning uchun bir ish qilib bergim bor edi. Muqaddas kitoblarimizda yaxshi niyat, yaxshi so'z, boshqalarga mehrlik kulimsirashning bu sadiqa va hadiya ekanligi qayd qilingan. Shunday qilib, biz uning kichikina orzusini bilgandan keyin bir qator planlarni tuzib, tayyorliklarni bitirdik. Har qanday kishining yurakdorini chekidek minutlar yetib kelishga boshladi. Arka ile sağlarımız. Düğünümüz müzeyinde kuşal bir saklı kaldı. Bana el oturabiliyorsun mu? Yok, bana bizden kirli. 叫子麻醉科的叔叔来看一下你的血管，今天不好抽血吗？好不好？啊，来看一下你的血管好不好抽？ Yürek bilan yurakning orliqi shu qadar yaqin edi. Yurak bilan yurak shu qadar tunish edi. Ko'zlar namdaldi. Dilla suyundi.
iftixor va hayajonga to'ldi. Unutulmas minutlarning shohidi bo'lgan g'uborsiz sof qalblar dunyoning mehr muhabbat bilan go'zal ekanligini haqiqiy ma'nosi bilan tunib yetdi. Shundoq biz moddiy yordam va iqtisodiy yo'lashlardan sirt ma'naviy uzuq, umid, mehrli kulimsirash, illiq tabassum, sof mehrlarningmi saxovat ekanligini tunidik va tunutdik. Esimizda bo'lsinki, oldimizga kelganlardan puldan boshqa narsalarga hojati bo'ladi. Ilg'ori fikrlik, o'z amaliyati bilan aktiv energiya tarqatquchilar, moddiy va ma'naviy saxovatchilar bilan jamiyatimizni nurg'unlagan dillarni lazziga sog'udak go'zal kartinalar maydonga kelgisi. Talay umid arzular reallikqa aylangusi. Mehr muhabbatlik go'zal bir ata hammamizga kucak açqusi. İnsanlar aziz, söygüsüz bu cananğa cihan, cihanne girer. Maskeni elib etib, quchug'ini kang yoyg'inida bolaning hayronlik va hayajondan chaqnab ketgan ko'zlari shuncha chaqqonlik bilan o'zini uning bag'riga otqani va ichidan bo'qildab chiqayotgan yig'isi atrofdagilarning yurak bag'rini asdi. Şundoq bu yig'la yurakdan chiqayotgan eng samimiy ko'z yoshi edi. Ablajonni chin quchoqlatgan, bolani chin yuragidan bag'riga bostirgani haqiqiy mehr muhabbat edi. Atrofdagilarni ta'sirlantirgani, hayajonga sog'ini, odamlar o'tirsidagi eng samimiy, minnatsiz, tamassiz, g'arazsiz, buloq suyidimi suzuk, sof mehr muhabbat edi. Nadir, g'ayrat qiling, biz sizning yiningizda. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, g'ayrat qil. Sen cho'qim saqlayib kutsa. Nadir, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, g'ayrat qiling. 感谢大家给我们病员拉迪尔带来的生日惊喜，让我们感受到来自乌鲁木齐全社会的满满的关爱和满满的正能量。 Çolpanlarımızdan oğlumuz bo'lgan tabriklarga ko'p rahmat aytaman. Biz ham o'g'limizning salomatligidan sizdan aslik kelishini taqozolik bilan kutamiz. Hamda Nodirniki qo'lduroq salomatlikning aslik kelishini umid qilamiz. Nodir, g'ayrat qil, bizning ishimiz bor. Muhabbat u nima? U miskinlar uchun illiqqina bir tabassum. Muhabbat u nima? U bepoyon cho'l bayovandagi chanqigan sayyoh uchun bir yutum suv. Nishonada tamtirgan yo'lovchi uchun kompas. Mehr sirg'an mungli qalblar uchun malham. Yetim sirg'an yegonalar uchun tasalli. Demak, muhabbat shundoq bir narsaki, dunyodagi barliq jonliq va jonsiz shaylar uchun u kam bo'lsa bo'lmaydi.
uningdan ayrilgan dunyoni tasavvur qilish mumkinmi? Dünya, vatan, yurt, shundaqla har bir oila, har bir inson mehr muhabbatga to'yinganda, muhabbat ato qilganda ko'z oldimizda namoyon bo'ladiganini, yuragimiz haqiqiy his qiladiganini, shuncha go'zal bir dunyo.